أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Babul ihsari. Bu ihsar bo'lib qolishning, ya'ni muhsar, muhsar ya'ni tusilib qolishniki bobudir bu deydi. Ya'ni tusilib qolish, ya'ni to'xtab qolish. Men mushning ustidagi nima bab? Ya'ni to'xtab qolish degan, ihsar degan ihrom bog'lagan odam shu ihrom bog'lab bo'lgandan keyin shu haj qilmoqchi yoki umr qilmoqchi bo'lgandan keyin bu odamniki o'zi shu ihrom bog'lab bo'lgandan keyin bu odam shu hajni men qilaman deb yo umrni qilaman deb yo'lda bir yerda bir dushman yoki bo'lmaydi og'rib qolibdi yoki mang'amas mushta bo'lib qolibdi yoki bo'lmaydi o adamniki shu berib keladigan nafaqasi yo'qolib ketibdi. Ya'ni o'g'irlab ketibdi. Yoki bo'lmaydi ayol kishi qolgan bo'lsa, ayol kishiniki mahram bilan birga men miqotda ihrom bog'labdi. Bog'langandan keyin shuni ona bu odamniki o'zi, mana bu ayolning o'zi shu ozroq mang'andan keyin qandoq bo'ldi shu mahram bo'lib kelgan yilqi erniki o'zi bu yerda o'lib ketibdi. Shu o'lib ketgandan keyin ya yo'qolib ketibdi deyli. Shundan ya ketibdi deyli. Shundan bu ayol mahramsiz qolibdi. Endi mahramsiz qolgan vaqt o'zida mana bizniki Hanifiy mazhabniki o'zida ayol kishiniki mana haj qilish uchun jazman mahram bo'lmasa bo'lmaydi endi. Ya'ni boshqalarniki mazhabida mesela İmam Şafii rahmetullahi alayhiniki ko'z qarashiga asosan ayol kishiniki o'zi mesela mahram ya eri yoki aka inisi yoki otasi deganidek bundaq mahram bo'g'da tuqqanlar bo'lmasa, uning qarta bir qancha ishonchli ayollar bo'lsa bo'ladi degan nima ko'z qarash bor. Endi bizniki Hanifiy mazhabning o'zida ayol kishiniki haj yoki umr qilish uchun jazman ayol kishiniki shu berib kelib bo'lgan orliqda mahram bo'ladigan bir kishi, rasmiy mahram bo'lgan bir kishi bo'lishi kerak. Endi bu ayol ihrom bo'lgandiki bu mahram ya o'lib ketibdi bir ish endi bu yer mahramsiz qolibdi. Men bu çağın üzüde bu adamniki üzüde biz müşta şoğa adamni nima deydi şer'i İslamda yani ihsar, muhsar yani to'xtatib qo'yilgan, davomlashtiramay o ishniki üzüne men buni to'xtatib qo'ygan, to'sib qo'ygan deb müşta nima qilamiz buni ataymiz. Endi lug'at ma'nosining o'zida ahsara yuhsiru degan gap, yani ihsar gap to'silib qoldi. Yani o adam o ishni qilishga yetamidi. Yani qilabdi, to'xtab qoldi degan ma'noda. Ammo shar'iy ma'nosi biz hozir degandek, mushundaq bir sababning o'zidan ihrom bog'lagan odam, ihrom bog'lab bo'lgandan keyin, mana bu odam mushundaq yo'lda mushundaq to'xtab qolibdi. Bir azroq mang'andan keyin. Shuna qanday qildi bu odam? Shu choniki o'zida ihrom bog'lab bo'ldi. Mana azroq mang'di, labbayga deb o'qib, uniki bu odam hajniki o'zini yoki umr deydi. Ömür qilmoqchi ekan. Bu çağın o'zida bu odam meni bu qandoq qiladi? Buni deymiz, uni muhsar deymiz. Bu shar'iy ma'nosi. Endi unda qo'ygandan keyin muhsar bo'lgan odamniki o'zi bir dushman bo'lib qolibdi. Yoki bo'lmaydi. Men hozir deganimizdek yoki bo'lmaydi, bir kasal bo'lib qolibdi. Yoki ayol bo'lgan bo'lsa mahrami yo'q. Yoki olmaydi berib kelishlik orliqda bo'lgan nafqa shu berib kelishlik bo'lgan orliqda bu odamniki haj qilish uchun iqtisod, ya'ni hozir davrning o'zida zot, ya'ni burun davrning zot ismi hozir iqtisod, pul bo'lish kerak. Pul olmay turib bu odamniki gadiga haj qilish farz emas. Ya'ni yerib kelish bo'lgan orliqda o'ziga yetadigan qilib qolgan oilasiga yetkidak pulni qilib qo'yib mang'mischi bo'lmaydi. Endi bu ne deymiz buni? Nafaqa deymiz. Qarab baxsa bu nafaqaya o'g'irlab ketibdi yo kuyib ketib ish yupti. Shuna bu çağın o'zida bu odam qanday qiladi? Endi mana mushundoq bo'lgan bo'lsa, meni bu odam mana shu odamniki o'zi men to'xtab qolgan, ya'ni o'zidalar qanday qiladi? To'xtab qolgan ma'lum bo'lgandan keyin bu odamning o'zi darhol bir qo'yniki o'zidan
meni ep bu adam haramga evatidu. Meni haramga nim qildi? Evatidu bo'g'izlash uchun. Hamda haramga evatidigan gap ham o'zim ma'lamagan ekan, ya dushman to'xtab qoldi, ya ko'maydi, kasal bo'lib qoldi degandek. Meni mushundoq bo'lgan bo'lsa, ya mahrimi yo'q. Meni mushundoq bo'lib qolgan bo'lsa, bu adam aşağıda bir qo'yni meni elib, mushu haramga borgan vaqt o'zida shu haramda bo'g'izlansin deb bir qo'yni meni qanday bir vositolamdi, mushta nima qildi? Evatidi. Hamda evatishni ko'zida o düşman atrafı qolgan bo'lsa, masalan, o masalan chorvachilar bor. Chorvachilarni tepib bu adam ashtaq yo'lidan ham yaytib qolmaydi, adam o'tmay, to'sib qolgan ish yo'q. Ya boshqa agar bundaq bir aylantirib berib kelishga boshqa odamlar deyishgan gap, uni to'smaydi hamdi. To'smagandan keyin men mushundaq nima qildi? Evatidi. Hamda ya ko'maydi. Shu qo'yniki o'zini ep shu vaqt o'zida shu adam evatish kerak. Ya ko'maydi bu adam qo'yni elib, mana evatish imkoni yo'q. Uni evatmaydi. Unda o'g'andan keyin o'chanizda shu qo'y kagidek bir pulniki o'zini bir adamdan evatadigan gap. Ya mangdigan shu adam mangdigan yerlik, masalan, chorvachilar yo'q kishilar bor. Unda o'g'andan keyin ma pulniki o'zini men hozir men to'xtab qoldim, meni o'tkazmaydi, ya og'rib qoldim yoki mahramim yo'q. Unda o'g'andan keyin sizlar shu pulga mana shu haramda qo'yni elib, mush pulni berang. Pulni bergandan keyin siz shu yerga berib qo'yni elib, men uchun bir bo'g'izlayotgan bo'lsalar deydi. Mana bo'g'izlayotgan bo'lsalar deb bu odam o'zi mush ishni evatamdan evatgandan keyin darhol bu odam bu yerda ihromdan chiqadi. Ya'ni halol bo'ldi degan gap. Hamda halol bo'ldi degan gap, agar o odam ihrom bog'lagandan keyin uçağınızda bir qancha ishni qilishga bo'lmaydi. Ayoldaşlık qilishga bo'lmaydi, o ayollarni o'ylashga bo'lmaydi, beşiqi binas kiyishga bo'lmaydi, jip kiyim kiyishga bo'lmaydi degandek bir menchi mamnuatul ihrom degan meni ash bobniki o'zida buni o'qidik. Meni uni qilishga bo'lmaydi. Agar ihromni ichida turib shu ishni qilsa qat jinoyat o'tkazdi deb meni oldingi bobda dedik. Cinayet ötkazdi deb, men bu adamı qarta meni bir qo'y, ikki qo'y, kala deganidek, to'g deganidek aşağı cinayet kiliverdi. Cinayetçi kör. Şunun için men bu adamın o'zi aşağı evatgandan keyin, meni yani bazı ulamalarimiz men deydi. Hamda Müştabida evatimen palani günü barisiz bağandaki şu vaxtdaki üzüden men onu nima qilay bo'g'izlang deydi. Ağıca saqlab tur deydi bazı ulamalarimiz. Saqlab turib şu muayyan vaqtga kunniki üzüden meni palani günü badi bağandaki emsazı men ihramdan chiqdim. Hozir bo'g'izlab bo'ldi deb şu vaqtning üzüde nima qildi? Chiqdi. Ya ko'maydi. Bu adamın o'zi şu 13 kun bo'g'izlaydi ya. 13 kun bo'g'izgandan keyin 13 kunlik bu adam bilgandan keyin 13 günlük üzde bu çağın üzde ne buldu? O çağın üzde ihramda çıkdı. İhramda ne buldu? Çıkdı. Hem de bu adam şu evetken kurbanlıkniki üzeni hem de ayak evet diyelimken. Haramdaki şu kurbanlık yani hac kıga adamninki hac kıran ya ki hac temettu kıga adamninki bu kurbanlık kılış vacibini aldık dersimiz ötkendek. Ötkendeki bu kurbanlıkniki üzeni hac qiran va hac tamattuqqa adamga, yani hac qilgan qatqa adamga vacib bo'lgan bir nima ibodat. Biz buni Uyg'urcha, bu nima deymiz, uni qurbonlik deymiz. Buni arabcha tilda, yani bizning diniy kitoblarning o'zida Qur'oni Karim til bo'yicha hadiya deydi. Endi hac vamiga adamlarniki qilgan ibodatni, qo'yni o'ltirishning o'zida yine biz Uyg'ur tilda buni qurbonlik deymiz. Bu hac qilmagan adamlarniki meni har oiladan cho'ngi yoki olmaydi. Bizniki Hanifiy mazhabga asosan meni zakat berishga iqtidori bor odamning o'zi qurbonlik qilish vojib. Bu hac qilmagan odamga nisbatan. Yine buni biz yine deymiz, uni qurbonlik deymiz. Meni qurbonlik degandan keyin bu e'tibordan bizniki Uyg'ur xalqimizga meni hac qilgan odamning, ya'ni tamattu yo qiro qilgan odamning qurbonlik qilish 13 kun qo'y bo'g'izlashning ishidan va shuningdek hac qilmagan mush ma'zi qilib qolgan odamlarga vojib bo'lgan qurbonlik o'zi har ikkisi qo'yning o'zini, kalining o'zini, hatto'gina uni qurbonlik deydi. Qurbonlik degandek bu yerda ikki gapning o'zi bu yerda aralashib ketadi. Aralashib ketgandan keyin buni diqqat qilish kerak. Bu qurbonlikning o'zi mana shu
haj qilgan odamniki gadiniga haj qiran yo haj tamattu qilgan bo'lsa 10 kuni Minaniki, haramniki, hududiniki ichida bo'g'izlaygan hayvonning o'zini bunimi qurbonlik deymiz. Bu haj qilgan odamga, haramga berib, haj qilgan odamga, qilayotgan odamga vojib bo'ladi. Ama yeni bir qurbonlik bor, bu qurbonlik haj qilmagan, o'sha uyda turayotgan odamlarga mana shu 10 kuni Zilhijjaniki namoz o'qigandan keyin shu Zilhijjaniki 10 kunidan boshlab mana 13 kuni, ya'ni 4 kuni namozga erishlik bo'lgan oraliqda bo'g'izlaygan hayvonniki o'zini yeni buni biz nima deymiz, uni qurbonlik deymiz. Buni arabchada udhiya deydi. Endi bu odam shu to'sib qolgan odamniki o'zi qurbonlikniki shu haramga erib qilsalar debdi. Asli 13 kun qilish kerak. Ammo 13 kundan burun berib sizlar mushtaqi qurbonlik qilayotgan bo'lsalar, men u saqlab tursam bu yerda imkon bo'lmaydi. Yoki o chataq chiqadi deb bundaq qilib qolgan bo'lsa, yana ba'zi o'limlarning ko'z qarishicha, men bu 13 kundan burun meni o evetken adam meni aş qurbonlikni yoki o'zbilla etmagan yo pulni olib aş qildigan adam 13 kundan burun, yani 9-kun ya 7 ya 8 ya 6 5 3 4 kunda deganidek mushu kunniki o'zidan bo'g'izilsa meni bo'ladi deymiz. Ama en yaxshi bunda ish olganchada bu qurbonlikning o'zini 13 kuni nima qilish kerak, uni qurbonlikchi qilish kerak. Mana ash adam şu adamın özü minağa keludi anam Muzdalifeden. Onu deyken şeytan taşıtıp çoğun şeytanga onu deyken qurbonlik qilib, onu deyken beşini düşürüp, onu deyken tavab ziyaret qilgan gap. Şu günü qilish kerak esi qayda bo'lsa. Ammo mushu ba'zi sabablarning o'zidan mushundaq burun bir 2 kun bir qancha kun burun mushundaq qilsa, uma durustchu bo'ladi. Shuning bilan bu adam qanday qiladigan ekan ihromdan chiqqan bo'ladi. Ihromdan chiqadi. Endi biz qurbonlik qilishning o'zi, haj qilgan odamning qurbonlik qilishi, haj ifrat qilgan odamning o'ziga qurbonlik qilish vojib emas. Ammo haj qiron, haj tamattu qilgan odamning o'ziga bu nimada qurbonlik qilish vojib dedik. Endi haj tamattu qilgan odamga nisbatan haj tamattu deganimda, meni oldingi darsimda degandek, ihrom miqotga kelib bu odamning o'zi umrga nima qilgan gap, umrga ihrom bog'lagan gap. Ihrom bog'lab bu adam andikin haramga kelib, tavaf va sa'i qilib, uni deyken beşini tushirib, yoki qatib chechini, shuna ihromdan chiqadi. Bu umrniki ish tugaydi. Ihromdan chiqqandan keyin. Uningdan bu adam 8-kuni andikin Minaga chiqadi, shu joyning o'zida ihrom bog'lab, meni bu haj tamattu deymiz. Endi haj qiran odam nima? Haj qiran odamning o'zi miqatning o'zida haj va umrga har ikkalisiga ihrom bog'lab, bu odam tavof qudumni qilib, mana Safa Marvaning orliq sayini qilib, mana o odam endi shu ihrom bilan turdi. Uchoqning o'zida ihromdan chiqmaydi. Ihrom bilan turib Makkaning o'zidan 8-kun shu ihrom bilan andikin Minaga chiqadi. Bu nima degan gap? Bu nima bu haj qiron bo'lgan bo'ladi. Endi bu to'sib qolgan odamning o'zi haj ifrat, haj tamattu qilgan bo'lsa, uchoqning o'zida bir qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Bir qurbonlik qilib halallab, meni evatim ishtaqisi bo'ladi o odam. Nimishqan? Chunki haj ifratdan keyin odamning o'zi men hajni qilaman deb kelgan bir jazo. Endi bu odamning o'zi men ömrni qilaman deganlik o'g'li uchun haj niyat qilsa-mu, uchoqning bir bo'lgan bo'ladi. Ammo haj qironlik qilgan niyat qilib ihrom bog'lagan odam ikki ibodatni qilaman deb niyat qilib qolgandan keyin shu to'sib qolgandan bu odam nisbatan 2 dona haj qiron qilgan odam uchun 2 dona qurbonlik qilish, 2 dona qo'y qurbonlik qilish nima o? Vojib. Chunki nimishqan? Bu odamning o'zi ihrom bog'lagan vaqtimizda ham umra, ham hajga, ham yo'lda ketib verish jarayonida texi birisi ihromdan chiqqani yo'q. Ikkili ibodat qilaman deb. Uning uchun bu odamning o'zi meni 2 dona qo'yni evatishi kerak. Endi bu odam bu to'sib qolgan odamning o'zi ya qo'yni evatdi, ya pulni evatdi bir odamdan. Shuna bu odam halol bo'ldi. Halol bo'lib ihromdan chiqdi, normal odamdek yuriydi. Lekin bu odamga yana
kelar yili şu hajniki vaqtini şu hicri ay boyunca Zilhicce'ninki 13 gün yani 8. günden başlaydı. Kelar yili bu adamniki geldi degan bir haj qilish shuningdek umr qilish nima bo'ladi haj qilgan adamniki geldi degan vojibchi bo'ladi. Shuningdek haj tamattu qilgan adamga nisbatan yine bir haj yani yeni qurbonlik nima o'shaningizda bir umra qilish vojibchi bo'ladi endi. Endi haj qilgan adamga uchun haj qilgan adamniki o'ziga bir dona haj va 2 dona umr qilish kerak. 2 dona haj, 2 dona umr. Birisi umrga haj ihrom bağlagan, ömürge ihram bağlagandan onu kılamıdı, onun kazası kıldı. Yine birisi haj bilan birlikte kıladigan, yani ihram hajdan keyin kıldigan bir ömür var. Men bu ömürniki o'zi 2 dona nim bo'ldi o'chan o'zida men ömür qilishning o'zi men vojibchi bo'ladi deb nim qilamiz, unuga qaraymiz. Endi ömür qilgan adam ihram bağlab başta to'sib ketdi. Yani aviyat deganimizdek. Men aşında to'sib qolgan bo'lsam, o'chan o'zida ömür qilgan adamniki o'ziga yin birishini bir dona ömürniki qazosi qilish kerak. Yani o'tgan yil men animni qilamidim, men ömürni qilamidim deb shuniki qazosini qilish kerak. Xo'sh, ish mushtaq bo'ldi. Endi bu adam ya qo'yni yoki pulni evatibdi. Evatgandagi qarab baqsa ya ubdanib ketdi. Qarab baqsa bu adam ne bo'pti? Ubdanib ketdi. Saqib ketdi, mağada bo'pti. Yoki olmaydi u yerdagi dushmanniki yo'lni to'sqinlik qilgan ya dushman boshqa meni to'sgan omilning o'zi yo'qapti. Qanday bo'ldi? Yani yo'lni itib etib qaraqchilar deylar, nemishda. Yo'lni ichib etibdi. Yoki olmaydi mahram bilan kelgan adamniki ayolniki o'zi buniki mahrami o'lib ketibdi ya yo'qab ketibdi. Yo'qab ketgandiki bu adam bu ayolniki mahrami chiqib ketdi bu yerdan. Evet bo'lgandan keyin o'chanizda qanday qiladi? O'chanizda qaraymiz. Agar bu adamdan evatgan shu qurbonlik qilmoqchi bo'lgan shu qo'yning o'zini tepbelish, hajdan burun tepbelish imkoni bor ekan. Ve tepbelish imkoni bo'lgan bo'lsa, o'chan o'zida nima bo'ladi? O mana shu qurbonlikni ham hajni, haj qati masalan Arafat turish va tavob ziyoratda, yani Arafatga ulguribdi. Tapalaydı ki hem yani qurbonlik men yetish olayken adam ayak berib bo'g'cha debdi. Degan bo'lsa bu adamga halol u yerda ihramdan chiqmaydi. Ihram chiqmay bu adamning gadiniga mana shu endi qolgan men adamni evatdim ana debdi bo'lmasa yana haj faoliyatini meni qilib mengish vojib. Qani shu davomlashtirdi. Bunda çok bo'ladi. Agar shu ikkisiniki biriga qodir ekan, yani biriga qodir ekanki yani ya hajni topadigan yoki yilqi limini topadigan, evatgan qo'y pulni topadigan. O'chan o'zida bu odamning o'zi yeni birisiga topolmaydi ekan. Masalan, Arfatda topdim desammi, mesela Arfatga ulgursammi, lekin men u odam baldiroq berib etib, berib o'chan o'zida qurbonlik epli bo'g'izayotgan, shar'iy durus bo'lgandan ashta qilayotgan ehtimol voy ulgura olmayman desa, o'sha farz taxmin qiladi. Dese uçağınızda yakılmaydı, Arpat tügep geldi doğum. 13 günü tan et boğandı ki yani şeytan taşadı şu çaz berip kaldı hemen. Depto. Ama kurbanlığını tapıdığı ihtimali varken yetişip alıdığın. Uçağınızda hem bu adam üzüp bu yerden buludu halal. Bulup anladıkken halal oldu. İhramdan çıktı. İhramdan çıkıp anladı bu adam bu yıl hacı kılamağını keler yıl anladıkken bu adam o kılamağını hacındaki üzünü çoğun bu yerde kalıdı deyimiz endi. Endi xo'sh, bu ish mushtaq bo'ldi endi. Endi bu odamning o'zi, endi bu ihrom bog'ladi, ihrom bog'lab miqatni mangdi, men haramniki ichi kiribdi. Haramniki Makkaning ichi kirib, bu odamning o'zi 9-kuni Arfatga chiqadigan vaqtida og'rib ketdi deyli. Arfatga chiqarib ma'amaydigan mushta kasal bo'lib ketdi. Deydi. Ya bo'lmaydi, Arfatning yo'lini to'sib etdi. Bir dushman ishga urush, mushta bir ishlar bo'libdi deydi. Mushundaq bo'lgan vaqtning o'zidan yeni buni nima deymiz uni? Ya Arfat tug'ilmaydi ekan,
Ya olmaydı haremni nauzubillah Allah Teala bunda işte saklasın. Haremninki üzünü toplancıların üzü İslam hakimiyet karşı çıkıp bu yerde karakçıların üzü yani İslam devletine karşı çıkan unsurların üzü bu yerge karşı çıkıp bu haremninki etrafını korşup hacdan bağızmaymayız. Depimde o iş olmaydı olmaydı. Mene muşunda kılışı arkalık hem de erpatık çıkıp diken o adam onu diken mina verip diken Muzdalife'de turup diken onu diken tavap ziyaretini kılaysa birinci, ikinci, üçüncü gün, üç günde kısıp oldu tavap ziyaretini. Mene muşunda vaktindeki üzere bu adam mene tusup kapı bu işten. Tusup kalgan bolsa uçağınızda bunu şer'i tarafta muhsar dep atayımız. Çünkü demiş ki çünkü hac degen Arafat. Hacning ikki asas rukuni var. Birisi Arafat turuş 9-cü günü, düşten keyin kun o'tuş bo'lgan arliq. Yana birisi 10-cü günü qiladigan tavaf. Bu tavaf ziyorat deymiz. Bu ikkilisini qilamagandan uçağınızda rukun yo'q degan gap bo'ldi. Qolganlar vojib ya sunnat amallar. Unda bu bo'lmagandan bu muhsar deb nima qilamiz? Hisoblaymiz. Muhsar deb hisoblagandan keyin bu adam qanday qilgandan keyin shu vaqt o'zida haramning hududida ish bo'lgandan keyin darhol bu adam mene qurbanlik qiladi. Mayib qilib, andan keyin ihramdan chiqib turadigan gap. Endi u adam aniki egar shu odamning o'zi ikkisining birisiga qodir ekan. Ya arpa turadi ekan, bunuga chiqadi chiqa oladi ekan, ammo ziyoratni qila olmaydi ekan 10-chi kundagi. Ya ziyoratni qildi ekan, arfatga chiqa olmaydi ekan. Men mushundoq bo'lgan bo'lsa, uchaning o'zida bu odamni muhsar demaymiz. Bu odamning haj. Ammo bu odam bu ishni qilamagan qatoridan meni to'ga qurbonlik cho'q qiladi. Shuni bilan anidekan hajchi tamomchi bo'lganchi gap. Men mushundoq ishlarniki o'zi, meni bizniki dinimizniki o'zidan bunda bir ish cho'q bo'lmaydi degirichi bo'lmaydi. Buna ish jazman meni hayotda jazman bo'ladi. Jazman nim qiladi o bo'ladi. Endi xo'sh, endi muhsar ustida ya'ni ihrom bog'lagandan keyin haj faoliyatini qilishdan to'squl qilgan mushtaqil ishlar bo'libdi. Bu ish nim qildi bo'lsa mushtaqil qanday qilamiz bu tugidi. Tugagandan keyin endi yeni bir mavzuda to'xtalamiz. Yeni bir mazmun qavun mana badal haj deydigan nima va ish var. Badal haj yani badal degan gapning o'zi bu arabcha gap bo'lib, hajninki o'rnini qilish. Yani yeni bir adamga haj farz bo'lganda shu odamniki hajini boshqa bir odamcha qilib qo'ydi degan nima bo'ladi, gapchi bo'ladi. Buni nima deydi arabcha nimizda kitoblarda? Badal haj deydi yoki bo'lmaydi al haj anil g'ayr. Başka adamdan ma adam şu adamga vakolatan haj qilish degan shu gap bo'ladi. Biz endi mushning ustida nima qilamiz? To'xtalamiz. Mushning ustida to'xtalamiz. Mana bu ish nihoyatda jiq. Bu ishniki o'zi aslida shu haj qilish farz bo'lgan odamga nisbatan bu odam baribir sabablardan ya og'rib qoldi, bir ish bo'ldi. Shuni bu odam mana borolmadi. Meni ağırıp kaldı, ya ki kesel olup kaldı, ya tosal olup kaldı. Mesela hakimiyet bunu unmadı. Unmagandı ki bu tosalığın üzü ölgen kadar çok tügümeydendi. Men muşundaq olgan bolsa bu adam qandaq qıladamdı? O adamniki özü turup atkan yerden. Ya konmaydı, bir tuqqanların özü bir adam bilen billah ya balva qılırın. Şu yerden ya yeni bir adamni kiralab, müşta erip, şu adamның bütün çıkımını berip gelecek olan hemmini billah kaldırıp, anıdayken kalıdı. Men buniki üzerine men şer'iydi kösetken %100 men hacı bedel oldu. Bu hacı bedelinin özü, bunda buluştaki özü, ülüp ketken adamniki özüden hacı bedel kılış duruz. Fakat mı şu, ülüp git boğan bolsa, hem de ülüp ketken bolsa, ya konmaydı bu adamniki özü, haj kılıştaki özüden ölgen kadar aciz kelgen bir adam var. Palaşıp kaldı mesela. Ya konmaydı Müslümanlık şüp kaldı değil. Bu kafir, bu mağdur oluşu koymaydı. Pasport ağılınmaydı. Benim
muşundaq adamlarniki üzüdün nim boludu, durus oludu. Ama bu adam durus oludu. Ama o adamın üzü yaşken. Bu adamda da hayatken, dahi meniş mındaq imkanı barken, uçanın üzüden hem dahi yol uçukken, bu uçanın üzüde bu adam barmayıp başka bir adam kıldırıp atay dese bundaq işlarınki üzüden heç bedel kılış duruşçu emas. Bunu çok bilişimiz çok gerek. Şimdi heç bedel kılanlıqnınki üzüde yeni bir nemimizdeki üzüde bu yerde bizimki Hanefi mezhebinin üzüde ölgen adam, ölüp ketken adam vasiyat kılış gerek deydi. Ya ki şu toxtab qalğan tosalğıdan ma'lum sebepten işinimizden uçanızda bu adam vasiyat qan bolsa andaki vasiyetiga asasen ölüp ketken adam bolsa ölüp ketken adam vasiyat qan bolsa hayat vaqti üzüden men üçün bir vasiyat yani hech qilib qo'yinglar degan bolsa anıdayken bu adam nispeten hech bedel durus deydi. Nima uchun? Chunki hecdeki üzün hec mali ve bedeliden ibaret olan yani pul bilen hem beden bilen kılınılan bir ibadet. Yani bu ibadetteki üzerine ikinci bir adam şu adamniki naibi bilen yani vesiyeti bilen buyruğu olan kısı çok boludu. Onun da ne boludu? Ada boludu deyimiz. Ama ibadetteki üzerine bedeniki has bedenki ibadet, has bedenke taalluk ibadet olan bolsa, men buniki üzerine bu adam her qancha vasiyat qismi, ikinci bir adamning o'zi uni qisqatib bo'lmaydi. Mesela namaz qilsak, mana namozning o'zi har bir adam balog'atga yetganda tortib, mayli qiz, mayli er o'g'il bo'lsin, mana er yoki qiz bo'lsin, o'lgan qadar shu adamning gadiniga bir kech kunduzda 5 vaqt namoz o'qish nima o farz. Farz olup bunu her adam yüzü ada kılıdı. Çünkü bunun farz oluşu bu bedeniniz, hayatınız, canınız mı bedeniniz olsa bu farzının yap oludu. Onda o ki bunun da başka bir şart yok. Ama taharet erişme bunun beden bile kılıdı. Şu bunda bir ibadet üzerinde vasiyet kılan uçup olmaydı. Vay ben namaz okuyamagan tem, hey falan bununla falan namaz okuyup uygulan. Ya ki ben mancı namaz okuyamaptıken ben. Onda o anki ben ülüp geçsem, ağzı üle kılaynesem, adır ahvalım bilir yalamayım tövbe kılıp mesela. Ben ötüyamak yaptım ben 5 yıllık ya 10 yıllık. Onda olsam falan benim namazım onda işçi olmayı namazda. Ama beden ve mal itibarla ne boğan olsa bu itibarla vasiyet kısa uçal üzerine deyimiz bunu duruz deyimiz. Ama mali ibadetinki üzerine fakat malı has. Mesela zakat. Zakat oğa vakti üzerinde bu neslinki üzerinde o adam ben desin mesela şununki üstüden ada koygan adam olsa an kılamı doğru dese bu adamniki üzü mesela şu adam kap kalan zakat binası olmasa ada koysa bu adamniki okumasın bunu da ada tapıdı. Yani bu şu bu taraftan nimeteydi hazır. Yani bu bir adetga ayınıp gitti. Adetga ayınıp ben ölge adamniki üzü tuqqanları ata-anasındaki üzü emel vasiyat kılsın kımısın. Bu bizden Hanefi mezhepte ama başka mezhepten üzü de vasiyat kılış şart demez. Yani ülüp ketken adamlar tuqqanları ata-anası olan olsa bu balları kap kalgandikin balların üzü bu ata-anası eğer hayat olan olsa hazırmış vakit ne yokmuş şu şarait bilgen olsa kalite devam oturup uçağınızda bu atısı dedin o vacibedanı kıldırıp ya yüzü kıpmında koysa bu dursu oludu. Dep nima qiladi qaraydi. Bu bir ixtilofiy bo'lgan nima u masala. Hozir endi buniga diqqat qilmay, mana bu mushundaqcha odatlanib ketdi. Yana birisiga haj badal qilmoqchi bo'lgan asli kitobdagi shakl shu haj badal qilingan odamning joyidan bir odamni kirolab, ijaraga elib, berib kelchi bo'lgan oraliqda butun chiqimni qilgan gap. Mana aş balısı yakin bir adam. Şu adam nemi yegan bolsa, hayat doğan bolsa, o adam qatti chiqib qolmaydi. Kiralangan adam. Bütün chiqimni billi berib, billi yetib qoladi. Bu çağın o'zida bu haj badal bo'ladi. Asli bu. Unda o'g'ankin berib kelish bo'lgan o'zi qanchalik chiqib ketgan bolsa, uning shundoq chiqib ketadi. Bu meni 100 haj badalchi bo'ladi. Haj badalchi bo'ladi. Ammo
Unda qilishga meni imkoni yo'q. İmkanı yok. İmkanı yok oğandayken mesela unda qilishga. Ammo buni ham bir adam pul evat deb boshqa qilibdi. Qavvatning o'zida hozir ham buni bak diqqat qilish kerak. Bizningki mushu diniy masalaning o'zida, islomiy diniy masalalarning o'zida, nozik masalalarning o'zida suyi iste'mol qilib, bundan yomon odamning, yomon niyatli odamning o'zi payilib ketish ahvoli çok bor. Bunu ular anladıkken biz Müslümanlarga men o'xshamagan darajada mujda ziyon, mujda afat, musibat çok kimatıdı. Mesela qanıdan cihat, hicret, shuningdek haj badal va undan boshqa taqvo, shakl tarafda. Undan boshqa mana bir odamning iymoni qalbi kirib bilmay olmagan tashqi tarafda mujda qilish orqali mana bu musulmonlarniki o'ziga Müslüman bo'lmagan odamlarning o'zi kirib mujda ziyon yetkazib, men musulmon bo'lgan kishilarning ahvol mushohadat shu ekib qo'yibdi. Mushohadat shu ekib qo'yibdi. Men mushu ishlarning o'zidami yomon niyatdagi faqat pul topsam bo'ldi degan odamning o'zi haj badal qilaman deb, mana bir odamning emas, bir qancha 10, 100 odamning pulini yig'ib aqilish orqali bir yillik pulni mushundaq yig'ib deb qotimiz, anglayapmiz ham buning uchun bilyapmiz. Unda o'g'andikan bu yerda azroq bir pul bilan biz haj badal qilmoqchi bo'lsak, obdan odamni, ishonchli odamni tepib, buni biz savobni ota-onamiz o'lib ketgan ota-onamiz yo tuqqanlarimizga buniki savob bo'ladi ham gadini farz olmoqdan saqt bo'ladi degandan keyin bu e'tiborla biz uni bozorlamaslik kerak. Bizga qanchalik ketgan bo'lsa, mesela hisoblaymiz. Mesela men berib kelsam qancha pul ketdi. Men shu pulni berish orqali qilish kerak. Bu resmen %100 haj badalchi bo'ladi. Bo'lmasa shon, bo'lmasa bo'lmaydi. Bo'lmasa qanday qilib meni turdan bu kasb. Bu bana qarpaz $100, 150 dolar muşmu işmendi bu. Bu qanday bu haj badal. Ve sizde kitap gösterdiğin neyse muşon. Bu nereden çıktı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki yedisinden. Beni bir ayalındaki özü şu haj badalının üzerine ya Resulullah bir ayal kirip meniki atamdaki özüne ya bir erkirip menin atamdaki özüne muşunda kayra vakti özüde haj işte tep kaldı. Ya komaydı menin atam muşunda haj salamet olmamız haj kılıten. Men bunu haj kısa bolamdı dese vay boludu diye mezmunda bir qancha yedisi var. Bu yerde çıkan gap. Asli bu özününki balva kıldır kılımen diye meselenin sorgan. Balvası atısı kılımenden sorgan. Asli meni bu yol koş meşadı boğan. Kim onu anladı ki bulup mu bizim raylarımızda men muşundaq yani üzüden men bunu haj badal qildik deb asli savab olaman deb savab erishishning nemisi yo'q. Men o'qib turib yoki buni diqqat qilmay ash qarab baqsa bu pulning o'zini halokatga yani zayoqatga yo'q tashlayotgan o'qimiz. O qarab baqar 100-150 dolar, 200 dolar ham nima keladi? Siz aşağıda mashakach qancha pul ketdi? Buni o'qish kerak hamdi. Hiç bo'lmaganda shu ketgan pulniki 3'te 2'sini yoki hech bo'lmaganda yarmini berish kerak emasmi? Rasmiy andiki o odamni, andiki qilmoqchi o odamni men shu men haj qilib bo'ldim, endi men yaxshi odamniki bu qolgan bo'lsa men haj badal qilish orqali turmushimni topib qanday deydimdi. Qanday deganda shuni qartab narsa berish kerak. Andikin bu haqiqiy nim bo'lgan gap o haj badalchi bo'lgan gap. Endi bir adam haj badal qildirmoqchi. Anda uni haj badal qilmoqchi bo'lgan adam ma'qul deb o adam pul olgandan keyin o adam ihrom bog'laydi. Ihrom bog'lagan vaqti o'zidan bu adam shu hajni qilmoqchi bo'lgan hajning o'zini shu badal haj badal qildirgan odamniki ismidan ihromchi bog'lagan gap. Men qildim, mening hajim demaydi niyatida ham og'zida. Buni ash odamning o'zini ism so'yadi deb falan yerga shuning uchun haj qildim deyish kerak. Asıl muşta işte okuşçu yeni bilmeniz kerak demdi. İşte ki. Şimdi nima deydi? Bu adam men ihrom balg'a vaqtida labbeyke bi hajjatin an amrin an fulanin. Men ey Allah sizniki mushu İbrahim Aleyhisselam'niki degan chaqiriq asosan men sizniki oldira xo'sh deb hozir keldim. Men işte turibman. Tug'andiki men bu qayjniki o'zini palon adamdan men palon adam menga havola qildi. Badal qilmoqchiman. Shu adamdan men ihrom bog'ladim. Bunu qabul qilsa deydigan gap. Men mushundabda balkim deydi. Shuning uchun bilmayman shu kerak. Ani to'g'ri bir shaklga kirish kerak deydi.
Endi bu yerda bu shunchalikda bu haj bedel mayli ülüp ketken adam er olsun, ayol olsun, mayli qayri adam olsun, bunu yeni qılmoqchi o adam mayli er olsun, mayli ayol olsun, mayli kul olsun, mayli qandaq adam bo'lgan bo'lsa, u chaniki o'zida bu durust bo'ladi. Masalan, erga, ayol degan gapchi yo'q. Qanig'ini qilsaqchi u bo'ladi. Endi bu adamniki o'zi, masalan, haj qilaman deyishgandan u chan o'zida, yani bu nozik, yani bilib ma'zuga qiladi. Endi deyishgandan u chan bu adam qanday qilibdi, ya tamattu qilib qo'yibdi, ya qiran bo'lsa, u chaniki o'zida bunga nisbatan bir qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Unda o'g'andan keyin buni kelgan qurbonlikning o'zi haj badal qildigan odamga emas, haj badal qilgan odamga shu vojib. Nimishqa? Chunki u odamning o'zi o yılki haj qiran, haj tamattu qilmasmi, qurbonlik qilmaydigan bir haj var. U nima haj ifrat? Buni qischoq bo'ladi. Buni cho'q bo'ladi. Unda o'g'andan keyin buning bo'lgan bo'ladi. Mana haj badal qilgan odamning keldik bo'ladi deymiz. Endi shu haj badal qilgan odamning o'zi yuqorida bobda degandek, bu yo'l to'sib qolibdi. To'sib qolib qurbonlik qilish vojib bo'ldi. Bu qurbonlik qilishning o'zi buyurgan odamga, yani ülüp ketken adamniki üzden vay men atam apam için ama haj badal qilib qo'ysam pul verdim degan buyruğa adamniki geldiğinki vacip oldu. O adam nima qildi? Mesela haj badal qilmoqchi odam shu ma'noda yo'l itib qolibdi. Itib qolgan bo'lsa dushmanning sababidan. O'sha bu yerdagi qon mana ash buyruğa adamni çok qilish çok kerak. Endi bu haj badal qilgan odamning o'zi, endi ihrom bog'ladi. Ihrom bog'li ayol menibdi-da, men mang'andan keyin bu odam qanday bo'ldi? Arpatib turishdan burun, ya'ni 9-kuni arpat chiqishdan burun bu odam o'ziniki ayoli bilan jinsiy munosabat o'tkazib qo'yibdi. Üstü o'tkazib qolgandan keyin yuqoriga kelgansa bu haj buziladi. Haj olmaydi. Bu odam kelarjil qilish kerak. Endi bunda o'g'andan keyin bu odam endi aş 9-kunchilik aş taqibdi, undan keyin haj buzildimi? Buzulgandan keyin endi bütün chiqim pikimniki hammasini haj badal qilgan odam to'laydi. Nimishqa? U odamniki u jinoyatni o'tkazishlik o'ziniki ixtiyori bilan bo'lib, o'ziniki nafsiga ega bo'lganlik sababdan bo'ldi. Bu buyurgan yoki haj badal qilgan odam sababidan emas, o'zi sababidan bo'ldi, o'zi shafqatdan tutolmay. Endi undan o'g'andan keyin endi aşağı ne fikri uçanın üzerinde töylep berdik. Töylep berdi de bo'lgan bo'lgan. Endi mushtaq qilib berdi. Ammo bu odamning o'zi berib kelib bo'lgan orliqniki o'zida. Meni manchilik narsa yetadi deb ketdi ekan. Qandaki qarab baqsa bu haj badal qilgan odam uningdan bir narsa eshib ketdi. Eshib qolgan bo'lsa, uçanın o'zida bu odamning o'zi mana şu vasiyat qildigan odamga yoki shu vasiyat yelki buyurgan aman qilama atam apam uchun degan odamga yoki olmaydi varislar qilib qoladi. Men buni aniq gap. Bütün chiqimniki hammani qilgandan keyin undan eshib qolibdi. Hozir qanday qiladi? Undan haslab o'shda qilish kerak. Asl shu bo'yicha. Ammo men chiqim qildim, vaqt o'tkazdim deb uni ozroq binas olsa, u nima durust, lekin ibodatga emas. Vaqti bo'ladi. Endi bu yerda men kitobda deydi, mushundaq qilib siz berib kelish burungi davrning o'zida men 15-20 kun ketadi. Kelgandan keyin u yerda 15 kun u yerda tursiz. 15 kundan keyin inan, menga siz shuning bilan 15 kun 30, ya'ni 40 kunni kip bo'lasiz debdi mesela. 40 kun yetganda har kuni mana yesin, mana buğday, mana pol, mana deb endi qarab baqsib berib kelish uyning o'zida bu ishib qolibdi. Ishib qolgandan keyin, ishib qolgansiz qilib beradigan narsa men mushu. Unda o'g'anman asla deb shu o'lib ketgan odam tuqqanlari yo buyurgan odam yoki o'lib ketgan odam kim vasiyat qilgan bo'lsa shu ega bo'lgan bo'lsa shuning uchun yondirib bergan gap. Mana bizningki dinimiz deyilayotgan gap-ku mushu. Haj badalniki deymiz-ku, men mushu. Endi bir odam endi bir odamga haj qilishga vasiyat qilibdi. Vasiyat qilgan bo'lsa bu
hajniki o'zi men uchun bir vasiyat qilib qo'ysin. Men uchun bir vasiyat haj qilib qo'yinglar deb vasiyat qilibdi. Qilgan bo'lsa, shu odamning vasiyati shu hajniki normal holatigacha muallaq bo'ladi. Shuni qartildi. Ya'ni bak dediniz ya chiqim bak qiladigan, bak siqib undaq qiladigan emas, normal. Mushunaqa nima bo'ladi? Mana bu qartildi. Anda o'nkin normal haj deymi? U normal haj degan bir narsa meni shu vaqtning o'zida to'ga yoki ot yoki arudi minib, men o'ltirib berib kelish degan hajga shu qartildi. Mana bu men bir normal haj qilinglar degan bilib ketgan bo'lsa, demak, shu haj qilmoqchi bo'lgan odamniki berib kelish bo'lgan orliqda minadigan yoki o'ltiradigan men butun mushu qatnash deylamdi. Mush vasitning hammani nima qiladi? O'z ishiga oladi deb tushunamiz. Mustaqil uchun turishchi bo'ladi. Endi bu odamlar o'lib ketgan odamniki o'ziniki uydan haj qilishga bo'ladi. Endi o'lib ketgan odamniki uydan shu odamniki uydan haj qilishga bo'ladi. Masalan, shu o'lib ketgan odamning o'zining shu uyning o'zidan mashhada ihrom bog'labsiz, mashhada ihrom bog'lab andik mishta keling desa, u nima u durs. Endi vasiyat qilgan vaqtingizda u endi falon odam qilsin debdi. Qandikin uchangiz bilib mavzuga ashtaq bo'ladi. Agar u odamning orlig'i jiroq o'g'liga xat yozibdi, burun davrimizda hozir telefon qilibdi. Qandikin uchangizda men qancha pul evatiman, buni qilib qo'yishlar debdi. Degandiki shu vaqtning o'zida anidiki bu odamga nisbatan uchangiz nima bo'ladi? Nafaqaniki o'zi qachonlik yetgan bo'lsa, shu vaqtniki o'zidan andiki nima qiladigan gap uchan o'zidan mana shu chanizda andiki nafaqani shu ishlatadigan gap. Undan keyin shu andik bo'lgan. Ya bo'lmaydi, o'zi uyda turib turdi. Shu vaqt o'zida andiki u odam pul evatidi, yo moddiy narsa evatidi, shunga andiki vajibadal qoadan shuni ishlatib berib mustaqil qiladigan shu gap. Ya'ni demak, men bu haj badalniki qilish shakliniki o'zi meni mushu to'g'richa bo'lish kerak. Mustaqil bo'lish kerak. Andiki bu rasmiy shaklda bo'ladi. Hozirgida qo'ymachilar, aldamchilar, kasbiy tijoratchilar shu bor. Mening shu hajbadal qilish orqali men deb. Buni bilib turib men oyati deganimizda, buni mushunda qilayotgan o'qib turib qilib qolmangiz, yig'ib ashtaq saboq deb beramiz ya. Bu pul degan shuna oson topilgan narsami? Bu bo'lmaydi, bu bekor haq berayotgan bir gap u. Haq oldib berayotgan gap. Shuning uchun hajbadal qilsak, mushtaq qilishimiz kerak. Bo'lmasa yo'q, qilmasligimiz kerak. Ammo ota-onamiz tuqqanimiz vasiyat qilibdi, o'shaning vasiyatiga asosan qancha pul ketgan bo'lsa, o'shanisi pulni chiqib berib, andiki ikkinchi bir odam qarmaydigan ubda odamni, taqvo, yaxshi odamni tepib, o'qishib, buning uchun berishimiz kerak. Voy hajbadal qildi, ding qilish bo'lmaydi. Mana bu shar'iy bo'yicha, islom shariati bo'yicha ado bo'lsin. Maniki savobi o'lib ketgan shu tuqqanlarim ota-onamga yasson. Saqit olsun, farz olgan narsa desek, mushtaq qilishimiz kerak. Bo'lmasa, bu nima Allohga qilib, $200, mushtaq berib qo'yib, qilib qo'ydim deb qo'yib, qog'oz bir ekib qo'ydim. Bu bo'lamda u. Buni rasmiy ishlish shaklida qilish kerak. Va oxirida ana alhamdulillahi robbil alamin.